Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar akalar. Qo'yni haqiqiy bugun bir boshqacha, juda ham bir noyoblaridan xudo xolasa video qilib chiqaramiz akalar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rasizlar. Sizlar qidirgan, izlagan qo'yni zo'rini, elitasini olaman degan akalarimizga maxsus video bo'ladi. Akalar, hafta kuniga bugun shanba, sanamiz 24-may 2025-yil. Manzilimiz Namangan, Chortoqdamiz akalar. Qo'yni ham o'sha liderlarini olib kelib, zo'rini sotayotgan Jamolxon akamizning xonadonidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Qo'ylarni bugunga bir juda ham boshqachalari kelibdi aka. Ha, o'zgina sallinasi bor chiroqlardan qo'ylardan. Mashaalloh akalar, juda ham bir havas qiladigan zo'r video bo'ladi. Inshaalloh bittadan like bosib tomosha qilib turinglar. Oxirida Arasan urg'ochi, qo'zini juda ko'p so'ragan akalarimiz bor, o'shalardan ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Juda chiroyli qo'ylar, xudo xolasa bugun chiqadi. Aka, bu hozir qaydan topdingiz? Buni yo'llab bek aka. Oldinroq o'zimiz berganmizda akalardan yaxshi pulga berganmiz, yaxshi pulga qaytarib oldi lekin. Obunachilaringizga. Juda go'zal. Akalar, Shuncha qo'y chiqazmasdik-ku. to'ppa-to'g'ri. Doim obunachilarga akalar qo'ydi zo'rini ilinib, zo'rini chiqarib qo'yganmiz. Shuning uchun o'zim kelib akalar oramizda ancha masofa bo'lsa ham kelib shu qo'ylarni syomka qilib chiqarishga qaror qildik. Qo'ylar juda ham go'zal. Hammaga nasib yangi chiqazyapti. Yangi to'rt ekan. Akalar, bu kichkina qo'chqor emas. Bo'yi ham 1+. Ana ashijam bilan teng. Gap yo'q. Ana shunda yonni ham ko'rsatingchi. Yonini, ha. Ha, betelagi. Uzunligini qaranglar. Mashaalloh. Mana Mana jonivor. Hammaga nasib qilsin. Bittadan like bosgan akalarimizda hammasini xonadonida shunaqa qo'chqorlardan, mana shunaqa sovliqlarni elitasidan boqishlik nasib qilsin. Juda go'zal aka. Gap yo'q. O'ta zo'r. Garantiyalari bor, ha? Garantiya ishlashlariga hamma narsa. Sovliqni ham ko'raylikchi aka. Sovliq ham akalar zo'rini olaman degan akalarimizga. Haqiqiy elita ishqozlariga sovliqni cho'tdi kiysin mana. Mashaalloh. Qo'ying bo'lsa shunaqa bo'lsin akalar. Qirg'izistonda bitta akamiz juda ham ko'paytardi. Sondan ko'ra sifatga o'tish kerak deb. Anasi gap ma'qul-da akalar. 100 ta qo'y baxmasdan mana shunaqadan 10 ta boqsalaring, babsi miya ham dam oladi aka. Ha, buni ishqibozi ko'p-ku. O'zimiz ham jinisimiz buni. To'ppa-to'g'ri akalar. O'zimiz ham haqiqiy shu ishqibozligimizdan doim zo'rini ilinib, zo'rini chiqaraveramiz. Aka, bularni bo'yi bashiniki 1 necha chiqdi? 1 1 4 ashnaqada 1+ kelishi. 1+ ga gap yo'q. 1ga beravering. Ha, 1ga olavering. Lekin 1ga olishaversin, yaxshi bo'ladi. Kallasini kattaligini 4 ish qo'chqor akalar, 4 yil, 3 yil maza qilib bolasini olib yurasizlar, xudo xolasa. Oyoqlarni qarang, keligini. Haqiqiy zo'r ekan. Mana qo'chqor. O'ta yo'q akalar, chempion bo'ladi inshaalloh. Bu hozir sportniy holatda bemalol 50 tami, 100 tami qo'ylaring bo'lsa bemalol qo'shaverasizlar. Qo'chqor juda katta akalar. Mashaalloh. Bu tomonni ham, bitta yonni ko'rsating. Mana qo'chqor. Mana shunaqasidan boqinglar, maza qilib. Aka, buni narxini necha pulga beramiz, Jamol aka? Narxini o'zinimi, jupinimi? Donalabga ham jup oladigan akalarimizga ham bu aniq jup ketadi aka, chunki bu qo'ylarimiz zakonni qo'y ekan. O'zim ham ishqiboz oldim, gap yo'q. Donalarga mikrofon so'radigan qilib aytam yo'q, bo'ladiganlar. Bo'ladiganini aytavering, siz bundan bir tortishib, baliq qilish kerak yo'q. Men sog'lig'i ham tishini ko'rsatdim. Ha. Sog'lig'i dolasini ham taniqli aka olganlar. $500 bergan. Gap yo'q. Garbonoslari, quloqlari hamma joyiga kelishgan ekan. Qo'chqor lekin alohida. Necha puldan aka? Bir joyi bo'ladigan bo'lsa, oxirgi to'chga so'rashmayman desa $2000 beraman. 2000 ga. Ha. Mashaalloh. Oxla yakkalab olishsin. Farqi yo'q. Ishoninglar akalar, qo'chqorda narxi bo'lyapti. Ochig'i. Haqiqatda aytaveramiz, chunki o'zimiz shuni ichida yurganligimiz uchun narxi zo'r. Sovliqda ham akalar hech qayerda, misol $800-900 ga hech qayerda bermaydi. O'zimizga ham bermagan Mirjon. Mana elita narsa. Haqiqiy zot ko'paytirib, maza qilib ko'paytirib bolasini olaman degan akalarimizga tavsiya qilaman. Bunaqa qo'y hadeb ham kelavermaydi akalar, shoshilinglar. Mana stakan tuyoq hamma joyiga kelishgan.
Qo'ying bo'lsa shunaqa bo'lsin, ajiya. Qo'ylar zo'r ekanmi? Nechta like bossin senga? Har bir kim ko'rgan bo'lsa o'sha. Gap yo'q. Har bitta ko'rgan akalarimiz bittadan like bosinglar. Men sizlarga chiroyli qilib ushlab ko'rsatib beryapti ukamiz. Gap yo'q. Aka bir yurishini ham ko'raylikmi? Ha, yurishini. Azamatjon o'tib turibdi. O'shayim. Qo'yaman, sog'lom. Sog'lom degani ham qara. Juda bir o'zim ham ishqiboz bo'ldim akalar. Ochig'i. Ana. Mana jonivor. Qo'yavering. Qo'yavering aka. Qo'yavering. Oldi, yuraversin. Mana qo'y. Ha, qo'yaver. Mana qo'chqor. U yuvoshligini qaranglar akalar. Har kuni kirib mana $2000 ga dastlabkasi qayergacha bo'ladi aka? Dastlabki O'zbekiston bo'ylab beradi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bepul yetkazib beriladi. Alohida chiqarasizlar akalar. Mana qo'chqor, sog'liq 50 ta narsalar akalar. Shoshilinglar. Keyingi partiyani ko'rsataveramiz. Mashaalloh akalar, bugungi videoni ko'rib aytmaydigan juda ham chiroyli video bo'ladi. Xudo xolasa, juda ham bir noyob qo'ylardi. Zo'ridan, go'zallaridan terib zo'rinab kelib qo'yibdilar. Aka malades omar. Qo'ylar haqiqatdan zo'r. Ana qo'ydan so'raganga bor, Umidjon afg'on so'raganga afg'on. Tiyanshan degandan Tiyanshan. Ana Tiyanshan. Ana afg'oni ham bor ekan. Mashaalloh. Go'zal. Bu ona bola, bolasi qo'chqormi? Urg'och. Bolasi urg'och. Sizga. Uni tuz turina edi. Mana bolani ko'ring, Umidjon. Mana bolani qarang. Quloqni qaranglar akalar. To'shki nima deysiz? Hamma joyi zo'r. Mana yungi qarang. Dumbani qarang. Gap yo'q aka, zo'r. Qo'ylarga vafshi zo'r. Yana 4 kishi chiqadi o'tdan. Yosh qo'ylar ekan. Hammasi yosh. 90 plus. Bo'yi, ha? Ha. Mana akalar. Bo'yi ham 90 plus. Gap yo'q, qo'ylar lekin haqiqatdan akalar juda go'zal. Tiyanshanni qaranglar. Tiyanshan ham juda bir katta qo'y ekan. Kichkina qo'y emas, bular 85 plus shunaqa qo'y. Hammasi Katta qo'ylar. elita qo'ylar. Hammasi 4 tadan aka. Hammasi 4 ta. Mana. Hammaga nasib qilsin. Bolasi 2 zachi mashq qo'yamiz. Bu ekasiga? Ikkita bolasi bor. Bu Qirg'izistondan 1,5 mingga o'zimiz tanish aka olganlar. Bolasini olib qoldilar, bunisini berdilar bizga. Gap yo'q, o'zim esib turibdi qo'y akalar. Garqonos Uzunligi ham juda uzun ekan. shular ko'zib yanch qo'yib. Mana qo'chqorlaring bo'lsa, tayyor qilib, bo'lmasam hozirgi chiqqan bitta qo'chqorimni bitta sovlikka qo'shib olsalaring ham zo'r bo'ladi aka. Oldilarni ham ko'rsatdim. Ana jonivor. Kalla mana garqonos. Juda go'zal aka. Narxini bitta aytamiz, Umidjon. Ha, bitta ham aytavering aka, общий ham aytavering. Nesbi qilib berasiz mana shuni o'zini? Buni o'zini oxiri $600 deb beraman, Umidjon. Bo'ldi. $600. Shunday qo'yamiz, ha. Ozmoz yo'li bormi? Yo'li bor, telefon qilsa yo'l qilib beraman. Ekazaylik ishonchli, a? Ishonchli, garantiya. Gap yo'q. Akamiz akalar zo'r qo'y chiqaradi. Aytilgan gapga javob beradigan ekan. Beraman. Bemalol cho'chimasdan zo'rini yoqqanini telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Tiyanshanni-chi aka? Tiyanshanni $550 qilib beraman. Bu ham juda 90 plus qo'y. katta qo'y aka. Bular ham kelishgan. Razrez, hamma joyi zo'r. Oldi to'shlar. Stoyka ham tekis ekan. Gap yo'q aka. Ona bolani nesbi qilib berasiz? Ona bolani omalar pulini qimmatroq olganman, Umidjon. Nech pulga aka? $1000 emasmi chiqib? Yo'q. $1000 emas. Nech pul? $900 ga beraman. 900 ga. 900 ga beraman. Enesini o'zini puli asli bilgan oldim. Qarayning. Ana qo'ylar. Mashaalloh, hammaga nasib qilsin. Mana akalar, olinglar, boqinglar, maza qilib natijaga erishasizlar. Shuni misol mana shu bolasi akalar oddiy qo'yga hisoblaganda mana shu qo'zilar 3 million sotilayotgan bo'lsa, buni akamiz $400 ga ham bermaysiz. Ya berasizmi $400 ga? 400 ga ham bermayman. Qo'y ishonchli-da, tayini bor qo'y. Ana. Hozir masalan qo'zlaring bo'lsa akalar, bozorga olsalaring 3 million misol. Bu bolasi ham ancha qimmat yuradi, onasi ham qimmat. Mana misol agar $400 ga bersalar, men o'zim ham olib foydalanaveraman. Bermaydilar $400. $400 bo'lmadi. Mana enasi mana adreslari qozoq qo'ydi. Misol, aka bu aytganim sababi ko'pchilik qimmat deb o'ylaydi-yu. Anasi akalarimizga. Gap yo'q. Hamma zo'ri zo'r. Astama qo'yavering. Ona bola aka qanchaga berasiz? Oxiri 850 ga qilib berasizmi? Beraman siz obunachilaringizga. Gap Shunday kichkina foda qiladi.
Ana akala. O'zini yetalansin. Bu tomonga o'tmangdi. Bek o'tir. Mana. Afg'on qolib ketdi aka. Afg'onni hammasidan olgan beraman. Yo'lida aytaman bitta. Afg'onni bittaga patam uchun $450 beraman. Maşallah. Yengil kelgan yengil beraman. Gap yo'q. $450 ga aloqaga chiqarasizlar akalar mana. O'ta katta Afg'onda ham bodom gulidan ekan. bodom gul kattasidan. Gap yo'q. Xo'p akalar, shoshilinglar, olinglar, maza qilib boqinglar, xudo xolasa zo'r natijalarga erishganda Jamol akamga bitta rahmatni aytib gap Mana yo'q. shu quyidagi litr tuzlar. Ularni ham chiqaramiz akalar. Akalar ona bolani puli yengilrog'idan zo'rini bo'g'ozni narxida olaman degan akalarimizga. Ammo bular ham akalar chakana qo'ymas. Mana bolalari. Mashalloh. Qo'chqor qaysiniki? Qo'chqor mana. Aha, uniki qo'chqor. Birinchisi, mana ikkalasi ham ikki tish. Mana akalar, ikki tishdan. Sen chin ochalasanmi? Mana bu ham ikki tish. Mashalloh. Juda go'zal. Aka narxini nechi qilib berasiz buni? Buni bitta so'ramaman deysiz 6,5 milliondan beraman, yenisi puliga. 13 millionga. Shalpan qilib buni bolasi. Ana. Ana shu qo'y o'zini ham 6,5 ga ajratib o'zi bermadi. Arashan qo'y toza. Onasini o'zini ham, ha? Ha, mana bolasi Gap yo'q. padarki. 13 millionga dastlabkasi qayergacha bo'ladi? O'zbekiston bo'ladi. Gap yo'q. Ana akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kerak yo'q. Gap yo'q. 13 millionga yaxshi lekin. Misol bitta bo'g'oz qo'ydi narxida bo'lyapti. Ha, buni yandan ko'rishsa yaxshi ko'rib deysiz. Yeb ichi asal, Umidjon. Yeb ichishga garantiyasi bor. Garantiya yeb ichi. Yaxshi Bolani qo'chqorni qara. qo'shib. Birinchi bolalar. Birinchi bolasi mana shu. Ana. Mana sog'liqni, quloqni joylashuvlariga ham bitta ahamiyat Sirg'asi bor, berasizlar. enisida ham, bolasida. Ana. Gap yo'q. 13 millionga dastlabkasi mutlaqo tekin aloqaga chiqarasiz. Omana bittasini alishaman deysa, ozgina pilisi bor, Umidjon. Ha, tanlab olsa plyusi bor. Bir joyga kelishsin. Kelishiladi. Mana qo'chqor ham zo'r ekan. Bunisi sog'liq akalar. Sog'lom bo'lsin. Gap yo'q. Akalar mana arashamni qorasidan, zo'ridan olaman degan qora ishqibozlariga akalar mana yaltirashini qaranglar jonivorlarni. Mashalloh, juda go'zal qo'ylar. Bugun aytdim akalar, juda bir noyoblaridan chiqadi. Gap yo'q. Aka addush teribsa qo'yiladi, ha? Ha, bu rosa termaydi. Qo'q olaman degan odamlar maza qiladi. Gap yo'q. Haqiqiy qo'ylar go'zal. Oldin ham chiqazdik, qo'ylari talamosh bo'lib ketdi. Yana qo'z Umidjon, mana qo'z, ash qizil kuragi bor. qizil ikki tish qolgani qo'z, ha? Qo'z qolgan. Hammasini razbezlari zo'r, men qaramas qo'zlar, janolar, men qara. Kalla ochlaymi qara. Men qara. Gap yo'q. Zo'r qo'ylar ketdi, haqiqatan. O'tgan safar ham tugatib tashladingiz, aka? Ha, bir pasta tugaydi. Mana akalar o'tgan safar ham sotib zo'r qo'ylarni olib keldilar, siqazli, sotilib ketdi. Yana shoshilinglar mana. Bitta qo'ra qilib olaman degan akalarimizga, misol buni terib olish ham oson emas akalar. Sog'lom ham. Bir qo'ra, bir partiya maza qilib bolasini ko'paytirib boqib Ya, yuraverasiz. ular arashan Umidjon. Ana qo'ydi qaranglar, akalar, kallalarini. Mana jonivorlar. Ana sariq ham zo'r ekan, ikki tish. Ana Bu qulog'ini qara, qorani. qulog'i ham shalpon quloq ekan mana shu ham. Hammasi zo'r. Aka bular narxini necha qilib beramiz? Ular narxini bir joyga so'ramaman deysiz, obunachilaring $400 dan beraman bir joyga. Taqalgani. Ha, endi men tanlashga bir ikkita qo'yimiz pilusi bor omadi. Mana bunisi minisi bor. Uni o'tib berasiz. Ha, buni o'tib beraman. Gap yo'q. Mana qizil ham ozmoq pilusi. Qo'y qara qizil qo'yi. Shoshiling akalar. $400 dan zo'r narx bor edi xolasa. Dastlabkilari o'sha har doimgidek tekin shoshilib aloqaga chiqib yaxshi qo'y olaman degan akalarimizga tavsiya qilaman. Endi uchta qo'zini asali bor akalar. Ha, arashami zo'r bor. Ana shularni ko'rsatamiz Mana sizlarga. prez qara. Ular zo'r, gap yo'q aka. Maşalloh. Akalar, mana juda ham ko'pchilik so'raganda arashanda qo'g'sidan pul yengilroqdan olamiz. O'zimiz tarbiyalab zo'r qo'chqonlar bor, qo'shamiz degan akalarimizga addushi bugun juda ham bir noyobidan 3 dona asalidan chiqadi. Shoshilinglar akalar, buni qo'y hadeb ham uchiravermaydi. Shunachi? Ana qo'zi. Bitta qo'raga borsalaring arashan boqadigan $1000 deb narx aytadi akalar. Sal qimmatlik qiladi. Chunki yangi boshlayotgan akalarimizga
qimmat tuyuladi. Mana shunaqa mana puli sal qulayroqdan yaxshi zot qilib ko'paytirib, maza qilib, misol 5-6 yil yo'qotmaysizlar, xudo xolasa bu qo'ylarni maza qilib boqarasizlar. To'g'rimi aka? Tabiiy narsalar zo'r qo'ydi. Gap yo'q. Oyoqlarni qarang. Mana bosh qo'yib olaman. Ana qulog'ini ham Bu o'sadi-da, Umidjon. maşallah 22-23 ga boradi bu xolos. Tashlaysi ham zo'r. Gap yo'q. Zo'r qo'ylar ketdagi. Hammaga nasib qilsin. Hammani xonadonida mana shunaqa tozalaridan, zo'rlaridan boqishlik nasib qilsin inshaalloh. Matrizlar ham zo'r. Aka, buning narxi necha puli? Narxi bir joyga bitta portlatamiz. Ha, yo'lida ayting. Oxirida misol tortishgani yo'q aka. Yo'lida ayting, bitta narx aytib, cho'tki qilib hammaga yoqadigan narx ayting ona. Umidjon $300 beraman bir joyga. 900 ga. 900 ga. Asli Gap 1000 ga yo'q. beraman degandim. To'g'risi yapti. Uni bitam kattaroq olsam, qimmatroq ham mayli, Alloh baraka solsin. Ishonchli odam $900 ga Amazon narx. Uchalasi ham urg'och, a? Nima uchalasi? Gap yo'q. Ash qo'yavering, bo'ldi. Aka yurgizaylik. Tushirdim, uni yut. Mana quloqlarini ko'ryapsizlar aka. Orqalarini qarang, u yurishini qarang. O'ta polvon narsa. Qo'zi, lekin bo'yi o'skus tancha. Bu katta qo'y, buyiga tenglashmagan ekan. Ana akalar. $900 ga dastavkasi aloqaga chiqaverasizlar, tekin qilib beradilar. Yuzlari ham Umidjon tanlab olishga tanlab olishga Kelishilgan asli eng narx, tozasi kichkinasi, eng tozasi. Endi ba'zi bir odamlar kattasiga qiziqishadi-ku. gap yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Videomizni yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, yaqin birodarlarga toza qo'ya olaman degan aka-ukalarimizga videoni jo'natib qo'yinglar. Hammaga o'zlarining xohlagancha nasib qilsin. Hammani chorvasiga, kasbkoriga Alloh baraka bersin akalar. Shoshilinglar, telefon qilib aloqaga chiqinglar. Hamma aytilgan narxga sotilmaydi, ozgina yo'lini qilib beriladi, chiroyli qilib sodalashib, barakasini olaverasizlar. Hammaga omad, sog' bo'ling akalar.